Assalomu alaykum, hurmatli pensionerlar va ularning farzandlari. Bugun men sizga juda muhim mavzuni tushuntiraman. Qaysi kvitansiyalarni ko'r-ko'rina to'lamaslik kerak? Qaysi holatda to'lov uchun 100% kompensatsiya yoki qayta hisob-kitob talab qilish mumkin va eng muhimi, qanday qilib o'z pulingizni yo'qotib qo'ymaslik kerak? Bu ma'lumot har bir xonadonda kerak bo'ladi. Chunki ko'pchilik oyma-oy kvitansiyani ko'radi, summani ko'radi, indamay to'laydi. Lekin ichida xato bormi, imtiyoz bormi, kompensatsiya olish huquqi bormi tekshirmaydi. Kanalga hoziroq obuna bo'ling, videoga like bosing. Chunki men sizga oddiy tilda amaliy misollar bilan qaysi joyga borish, qanday ariza yozish, qanday hujjat yig'ish kerakligini aytib beraman. Avvallari ko'p joylarda pensionerlar kommunal va majburiy to'lovlarni oddiy tartibda to'lab kelgan. Elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi to'lovi, lift, umumiy joylarni saqlash kabi kvitansiyalar keladi. Odamlar esa kvitansiya keldimi, demak to'lash kerak deb o'ylaydi. Ayniqsa yosh katta insonlar tortishni yoqtirmaydi, qarzdor bo'lib qolishdan qo'rqadi. Penya chiqib ketmasin deydi va bor pulini berib yuboradi. Lekin hozir vaziyat o'zgargan. Birinchidan, kommunal to'lovlarda elektron hisob-kitoblar ko'paydi, lekin xatolar ham uchraydi. Eski qarz noto'g'ri ko'rsatiladi. Hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritiladi. Odam uyda bo'lmagan davr uchun ham to'lov yoziladi. Imtiyoz qo'llanmaydi. Ikkinchidan, ayrim toifadagi pensionerlar, yolg'iz yashovchi keksalar, nogironligi bo'lganlar, kam ta'minlangan oila a'zolari, ijtimoiy himoyaga muhtoj fuqarolar kommunal xizmatlar bo'yicha kompensatsiya, subsidiya yoki qayta hisob-kitob talab qilish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Uchinchidan, ayrim kvitansiyalar majburiy ko'rinadi, lekin qonuniy asos, shartnoma yoki haqiqatda ko'rsatilgan xizmat bo'lmasa, uni tekshirmasdan to'lash shart emas. Men darhol bir narsani aniq aytaman. Pensionerman. Demak, hamma narsani mutlaqo to'lamayman degan qoida yo'q. Bu noto'g'ri tushuncha. Lekin men pensionerman, meni hech qanday imtiyoz qiziqtirmaydi. Nima yozilsa to'layveraman degan yondashuv ham zararli. To'g'ri yo'l shuki. Har bir kvitantsiyani tekshirasiz. Imtiyozga huquqingizni aniqlaysiz. Ortiqcha yozilgan summani qayta hisobtirasiz. Kompensatsiya bo'lsa rasmiy ariza bilan talab qilasiz. Ana shunda ayrim to'lovlar bo'yicha 100% gacha qoplab berish, qaytarish yoki hisobdan chiqarish holatlari bo'lishi mumkin. Elektr to'lov eng ko'p xato chiqadigan yo'nalishlardan biri. Sababi hisoblagich ko'rsatkichi noto'g'ri kiritilishi, eski qarzning qayta paydo bo'lishi, tarifning noto'g'ri qo'llanishi yoki imtiyoz inobatga olinmasligi mumkin. Masalan, bir pensioner onaxon uyiga odatda 20 kilovat elektr ishlatadi. Uning to'lovi shartli ravishda 6000 so'm chiqadi deylik. Bir oy kelib kvitansiyada birdaniga 2000 so'm ko'rinadi. Onaxon balki sovutgich ko'p ishlagandir deb to'lab yuboradi. Aslida esa hisoblagich ko'rsatkichi 1400 o'rniga 1800 emas, 17800 deb kiritilgan bo'lishi mumkin. Ya'ni 1000 kilovat ortiqcha yozilgan. Bunday holatda to'lovni darhol amalga oshirishdan oldin shaxsiy kabinet, elektr ta'minoti bo'limi yoki kol markaz orqali ko'rsatkichni solishtirish kerak. Agar pensioner ijtimoiy himoyaga muhtoj toifaga kirsa, uyida nogironligi bo'lgan shaxs bo'lsa yoki ijtimoiy himoya yagona reyestri orqali yordam oladigan oila bo'lsa, ayrim hududlarda kommunal xizmatlar uchun kompensatsiya mexanizmlari qo'llanishi mumkin. Bu yerda muhim narsa, kompensatsiya avtomatik tushdimi yoki ariza berish kerakmi, shuni aniqlash. Men ko'p ko'rgan holat, odam imtiyozli toifada, lekin baza yangilanmagan, pasport ma'lumotlari o'zgargan, hisob raqami boshqa. Natijada imtiyoz kvitansiyada ko'rinmaydi. Shuning uchun elektr kvitansiyasi kelganda qarz degan joyga oldingi to'lov, hisoblagich ko'rsatkichi, tarifi, penya qatorlariga alohida qarang. Gaz bo'yicha ham juda ehtiyot bo'lish kerak. Ayniqsa qish oylarida isitish ko'payadi. Gaz plitasi, suv isitgich, isitish qozon ishlaydi, summa oshadi. Lekin oshgan summaning hammasi ham to'g'ri degani emas. Masalan, otaxon yakka o'zi yashaydi. Yoz oylarida gaz to'lovi 20-30 ming so'm atrofida bo'ladi. Qishda 2-300 ming so'm chiqishi mumkin. Bu normal bo'lishi ham mumkin. Lekin agar kvitansiyada birdaniga 900 ming so'm yoki 1.200 ming so'm qarz paydo bo'lsa, uni tekshirmasdan to'lash xavfli. Gaz hisoblagich almashtirilgan bo'lsa, plombalash sanasi eski hisoblagichning oxirgi ko'rsatkichi yangi hisoblagichning boshlang'ich
ko'rsatkichi dalolatnomada aniq yozilishi kerak. Agar dalolatnoma yo'q bo'lsa yoki sizga nusxa berilmagan bo'lsa, keyinchalik katta qarz chiqarib qo'yishlari mumkin. Bunday vaziyatda pensionerning qo'lida hujjat bo'lmasa, isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun men doim aytaman, gaz bo'yicha har qanday tekshiruv, hisoblagich yechish, o'rnatish, plombalash, qarz bo'yicha kelishuv albatta yozma hujjat bilan bo'lsin. Agar gaz ta'minotida uzilish bo'lgan va xizmat real ko'rsatilmagan yoki hisoblagich nosozligi sizning aybingizsiz yuzaga kelgan bo'lsa, qayta hisob-kitob talab qilish mumkin. Ba'zan pensionerlar qo'rqib, men qarzdor bo'lib qolibman deb qarindoshidan pul olib to'laydi. Keyin ma'lum bo'ladiki, qarz noto'g'ri hisoblangan. Pulni qaytarish esa to'lashdan ko'ra ancha qiyinroq. Shuning uchun katta summa chiqdimi, avval tekshiring, keyin to'lang. Suv bo'yicha ko'p muammo ro'yxatda yashovchilar soni bilan bog'liq. Masalan, kvartirada pensioner onaxonning o'zi yashaydi, lekin propiskada 2 farzandi va bir nabirasi ham qolgan. Suv hisoblagich bo'lmasa yoki ma'lumotlar eski bo'lsa, 4 kishi uchun hisoblanishi mumkin. Onaxon esa har oy ortiqcha to'laydi. Bir oyda ortiqcha karda 1000 so'm bo'lsa, 1 yilda 1000 so'm, 3 yilda esa 1 million 400 ming so'mdan oshadi. Bu kichik pul emas. Agar hisoblagich bo'lsa, ko'rsatkichni har oy yozib boring. Telefoningizda rasmga oling. Bugungi kunda eng oddiy himoya bu foto. Masalan, fevral kuni ko'rsatkich 1234, 20 mart kuni 1244 bo'lsa, demak 10 kub suv ishlatilgan. Kvittansiyada o'tib ko'p yozilgan bo'lsa, darhol e'tiroz bildirasiz. Men pensionerman, ko'zim yaxshi ko'rmaydi, tushunmayman deb chetda turmang. Farzandingiz, qo'shningiz yoki mahalla yordamida ko'rsatkichni tekshirtiring. Kanalizatsiya to'lovi ham suvga bog'liq hisoblanadi. Suv noto'g'ri yozilsa, kanalizatsiya ham noto'g'ri oshadi. Demak, bir xato 2 kvittansiyada pulingizni olib ketadi. Agar uyda uzoq vaqt yashamagan bo'lsangiz, masalan, sanatoriyda bo'lgansiz, kasalxonada yotgansiz, farzandingiznikida yashagansiz, ayrim xizmatlar bo'yicha qayta hisob-kitob qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. Buning uchun dalil kerak. Kasalxonadan ma'lumotnoma, vaqtincha yashash haqida hujjat, chiptalar yoki boshqa tasdiqlar. Ko'p qavatli uylarda yashovchi pensionerlar uchun eng og'ir kvitansiyalardan biri isitish to'lovi. Bu yerda savol shunday: xizmat haqiqatan ko'rsatildimi? Sifat me'yoriga mos bo'ldimi? Xonadon yetarli darajada isidimi? Hisob-kitob maydon bo'yicha to'g'ri qilindimi? Masalan, kvartira 45 kvadrat metr, lekin kvittansiyada 54 kvadrat metr bo'yicha hisoblangan bo'lishi mumkin. Farq 9 kvadrat metr. Bir oyda farq o'tib ketib 1000 so'm bo'lishi mumkin. Butun isitish mavsumida esa ancha summa yig'iladi. Yana bir holat, uyda batareya sovuq, odam elektr pech bilan isinadi. Lekin issiqlik uchun to'liq to'lov yoziladi. Bu holatda shunchaki batareya sovuq edi deb og'zaki aytish yetmaydi. Dalolatnoma tuzdirish kerak. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qilasiz, kelib haroratni o'lchashini, nosozlikni qayd etishini talab qilasiz. Agar kelishmasa, mahalla vakili, boshqaruv kompaniyasi vakili qo'shnilar bilan dalolatnoma tuzish mumkin. Har bir hududda tartib farq qilishi mumkin. Lekin asosiy tamoyil bir xil. Sifat bo'lmasa, to'lovni qayta ko'rib chiqish talab qilinadi. Issiq suv bo'yicha ham shu. Kvittansiyada issiq suv deb yozilgan, lekin krandan iliq yoki sovuq suv keladi. Odam suvni oqizib turadi, baribir issiq bo'lmaydi. Keyin esa hisoblagich aylanadi va to'lov chiqadi. Bunday holatda texnik tekshiruv va qayta hisob-kitob so'rash kerak. Pensionerlar ko'pincha buni kim eshitardi deb o'ylaydi. Lekin yozma ariza bo'lsa, kirim raqami bo'lsa, javob berish majburiyati paydo bo'ladi. 5-kvitansiya chiqindi, shirkat yoki boshqaruv kompaniyasi, lift, umumiy mulkini saqlash to'lovlari. Mana shu kvitansiya eng ko'p savol tug'diradi. Chunki unda ba'zan bir nechta xizmat bitta joyga jamlanadi. Chiqindi olib ketish, yo'lakni tozalash, hovlini supurish, liftni saqlash, tomni ta'mirlash, yerto'lani dezinfeksiya qilish, umumiy elektr, boshqaruv xarajatlari. Pensioner esa aniq nima uchun pul to'layotganini bilmaydi. Agar siz birinchi qavatda yashasangiz, ayrim hollarda lift bo'yicha to'lov tartibi boshqacha bo'lishi mumkin yoki uy aholisi qaroriga bog'liq bo'lishi mumkin. Agar liftdan umuman foydalanmasangiz ham umumiy mulk masalasi bor. Shuning uchun bu to'lov avtomatik bekor bo'ladi deb aytib bo'lmaydi. Lekin siz shartnomani uy-joy mulkdorlari yig'ilishi qarorini, tarif asosini ko'rishga haqlisiz. Mana shuncha to'laysiz deyishning o'zi yetarli emas.
xizmat ko'rsatish tashkiloti qanday xizmat ko'rsatganini tushuntirish kerak. Chiqindi bo'yicha ham ro'yxatda yashovchilar soni, real yashovchilar soni, imtiyozli toifa to'lov hisoblash tartibi tekshiriladi. Masalan, pensionerning farzandi chet elda, lekin ro'yxatdan chiqmagan. Chiqindi 3 kishiga hisoblanadi. Aslida uyda 2 kishi yashaydi. Bunday vaziyatda tegishli tashkilotga ariza berib, hisob kitobini aniqlashtirish kerak. Agar odam vaqtincha yashamasa, buni ham hujjat bilan tasdiqlash kerak bo'ladi. Birinchi navbatda yolg'iz yashovchi pensionerlar tekshirish kerak. Chunki ular ko'pincha barcha hujjat ishlarini o'zlari qilmaydi. Farzandlari boshqa shaharda bo'ladi. Kvitansiya keladi va to'lab yuboradi. Yolg'iz yashayotgan bo'lsangiz, siz uchun eng muhim savol: men bir kishiga to'layapmanmi yoki bir nechta odamga hisoblanayaptimi? Elektr va gaz hisoblagich ko'rsatkichlari to'g'rimi? Men ijtimoiy yordam reyestrida bormanmi? Mahalla meni yolg'iz keksa sifatida ro'yxatga olganmi? Ikkinchi navbatda nogironligi bo'lgan pensionerlar yoki nogironligi bo'lgan oila a'zosi bilan yashayotganlar tekshirish kerak. Chunki ayrim imtiyozlar aynan shu toifalar uchun belgilanadi. Bu imtiyozlar doim ham kvitansiya avtomatik ko'rinmaydi. Ba'zan nogironlik muddati uzaytirilgan, lekin tashkilot bazasida eski ma'lumot qolgan bo'ladi. Natijada kompensatsiya to'xtab qoladi. Siz hujjatni yangilamasangiz, tizim sizni o'zi qidirib yurmaydi. Uchinchi navbatda kam ta'minlangan oilada yashovchi pensionerlar tekshirish kerak. Agar oilaning daromadi past bo'lsa, ijtimoiy himoya organlari orqali yordam, kompensatsiya, subsidiya yoki bir martalik yordam olish imkoniyati bo'lishi mumkin. Bu kommunal to'lovning aynan bir qismini qoplash, ayrim qarzlarni yumshatish yoki boshqa ijtimoiy yordam shaklida bo'lishi mumkin. Lekin buning uchun sizning holatingiz rasmiy ko'rinishi kerak. Mahallada ma'lumot bo'lishi, daromadlar ko'rsatilishi, pensiya miqdori, yashash sharoiti tasdiqlanishi kerak. Kimlar kamroq xavotir qilishi mumkin? Agar sizda barcha hisoblagichlar bor, ko'rsatkichlarni har oy o'zingiz kiritasiz, kvitansiyadagi summa odatdagi iste'molga mos. Hech qanday eski qarz chiqmayapti. Shartnomalar joyida. Imtiyozga da'vo qilmaydigan toifadasiz, unda har oy janjal qilish shart emas. Lekin baribir kamida 3 oyda bir marta solishtirish qiling, chunki xato birdan paydo bo'ladi. Eng katta tuzoq. To'lamang degan gapni noto'g'ri tushunish. Men sizga hech qachon qonuniy, to'g'ri hisoblangan, siz foydalagan xizmat uchun pul bermang demayman. Men aytayotgan narsa boshqa. Kvitansiya shubhali bo'lsa, ortiqcha summa bo'lsa, imtiyoz qo'llanmagan bo'lsa, xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa, avval tekshiring, yozma e'tiroz bering, qayta hisob kitob talab qiling. Aks holda siz qarzdor bo'lib qolishingiz, penga yozilishi yoki xizmat cheklanishi mumkin. Ikkinchi tuzoq, og'zaki murojaat. Ko'p pensionerlar idoraga boradi, navbatda turadi, xodimga tushuntiradi. Xodim bo'ldi, ko'rib chiqamiz deydi. Keyin hech narsa o'zgarmaydi. Chunki sizda isbot yo'q. Har doim ariza 2 nusxada bo'lsin. Bir nusxasini topshirasiz, ikkinchisiga qabul qilingan sana imzo, muhr yoki kirim raqami qo'ydirasiz. Agar onlayn yuborsangiz, murojaat raqamini saqlang. Uchinchi nozik jihat, kompensatsiya va imtiyoz bir xil narsa emas. Imtiyoz deganda to'lovning kamaytirilishi yoki alohida tarif qo'llanishi tushunilishi mumkin. Kompensatsiya esa avval hisoblangan yoki to'langan xarajatning bir qismini yoki to'liq qismini qaytarish, qoplab berish bo'lishi mumkin. Subsidiya esa davlat yoki mahalliy organ tomonidan yordam sifatida berilishi mumkin. Siz ariza yozganda aniq so'rashingiz kerak. Menga tegishli imtiyoz qo'llansin. Ortiqcha hisoblangan summa qayta hisob kitob qilinsin. Kommunal xarajatlar uchun kompensatsiya tayinlansin. 4-nozik jihat muddati. Ayrim qayta hisob kitoblar bo'yicha murojaat muddatlari bo'lishi mumkin. Juda eski yillar bo'yicha isbotlash qiyin. Shuning uchun kvitansiyani 1 yil yig'ib qo'yib keyin borishdan ko'ra xatoni ko'rgan oydayoq murojaat qiling. Hisoblagich rasmiga sanad tushsin. Cheklar yo'qolmasin. Bank ilovasidan to'lov tarixini saqlab qo'ying. 5-nozik jihat. Qarz va joriy to'lovni ajratish. Kvitansiyada 5 ming so'm ko'rinsa, bu oyda shuncha ishlatdingiz degani emas. Ichida eski qarz, penya, qayta hisob, xizmat haqi, abonent to'lov bo'lishi mumkin. Xodimdan qarzning kelib chiqish jadvalini so'rang. Qaysi oy, qancha, nima asosda? Agar u sizga faqat umumiy summa aytsa, bu yetarli emas. Siz batafsil hisob kitobini talab qilishga haqlisiz. Birinchi qadam, barcha kvitansiyalarni stol ustiga qo'ying.
elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi boshqaruv kompaniyasi yoki shirkat to'lovlarini oxirgi 6 oy bo'yicha solishtiring. Har birida odatdagi summani yozing. Masalan, elektr odatda 10 ming, gaz yozda 25 ming, qishda 2 ming, suv 4 ming, chiqindi 15 ming. Shirkat takasi ming. Agar bir oyda birdaniga 2-3 barobar oshgan bo'lsa, belgi qo'ying. Ikkinchi qadam, hisoblagichlarni tekshiring. Elektr, gaz, suv hisoblagichdagi hozirgi ko'rsatkichni rasmga oling. Kvitansiyadagi oxirgi ko'rsatkich bilan solishtiring. Agar farq katta bo'lsa, darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Rasmni o'chirib tashlamang. Rasmda imkon bo'lsa, hisoblagich raqam ham ko'rinsin. Uchinchi qadam, imtiyoz huquqingizni aniqlang. Buning uchun mahal lega tuman ijtimoiy himoya bo'limiga yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali murojaat qilish mumkin. O'zingiz bilan pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi yoki pensiya olishingizni tasdiqlovchi ma'lumot, nogironlik bo'lsa tibbiy ijtimoiy ekspertiza hujjati, uy hujjatlari, kommunal kvitansiyalar, bank karta rekvizitlari. Oilaviy holat va ro'yxatda turganlar haqida ma'lumotlarni tayyorlang. Agar kam ta'minlangan oila sifatida ko'rilayotgan bo'lsangiz, daromadlar haqida ma'lumot so'ralishi mumkin. 4-qadam ariza yozing. Arizada aniq va oddiy yozing. Men falonchi falon manzilda yashayman. Falon xizmat bo'yicha kvitansiyada falon summa hisoblangan. Ushbu summa bo'yicha batafsil hisob-kitob berishingizni, hisoblagich ko'rsatkichlarini tekshirishingizni, imtiyoz yoki kompensatsiya huquqini inobatga olib, qayta hisob-kitob qilishingizni so'rayman. Agar xizmat sifatsiz bo'lgan bo'lsa, falon sanadan falon sanagacha issiqlik yetarli bo'lmadi yoki issiq suv belgilangan haroratda kelmadi deb yozing. Albatta dalolatnoma tuzishni so'rang. 5-qadam. Arizani topshirganingizni isbotlang. Idoraga borsangiz 2 nusxa qiling. Onlayn yuborsangiz murojaat raqamini yozib oling. Telefon orqali gaplashsangiz ham baribir keyin yozma murojaat qiling. Chunki muammo pul masalasida esa hujjat gapiradi. 6-qadam. Javobni kuting, lekin jim o'tirmang. Belgilangan muddatda javob kelmasa, yuqori tashkilotga, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga, hokimlikka yoki tegishli nazorat idorasiga murojaat qilish mumkin. Agar summa katta bo'lsa, yurist maslahatini oling. Ba'zan 1000 so'm uchun sudga yugurish ma'qul emas, lekin 2-3 million so'm noto'g'ri qarz chiqargan bo'lsa, bu allaqachon jiddiy masala. 7-qadam. Kelajak uchun tartib o'rnating. Har oyning bir sanasini belgilang, masalan 25 sana. Shu kuni barcha hisoblagichlarni rasmga oling, ko'rsatkichlarni daftarga yozing. To'lov qilgan bo'lsangiz chekni saqlang. Farzandlaringizga ham ayting. Mening kommunal to'lovlarimni oyda bir marta tekshirib bering. Bu yat emas, bu moliyaviy xavfsizlik. Birinchi misol. 7-2 yoshli otaxon 2 xonali kvartirada yashaydi. Elektr uchun har oy kamdan 1000 so'm atrofida to'laydi. Bir oyda 410 ming so'm kvitansiya keladi. Otaxon avval to'lamoqchi bo'ladi, lekin nabirasi hisoblagichni rasmga olib solishtiradi. Ma'lum bo'ladiki, ko'rsatkich noto'g'ri kiritilgan. Ariza beriladi, qayta hisob-kitob qilinadi, summa odatdagi holatga tushadi. Agar otaxon darhol to'laganida ortiqcha pulni qaytarish uchun yana bir necha hafta yugurish kerak bo'lardi. Ikkinchi misol. Pensioner ayolning uyida o'z yashaydi, lekin ro'yxatda 3 kishi bor. Suv va chiqindi 3 kishiga hisoblanib kelgan. Oyga ortiqcha 6 ming so'm to'lagan. 1 yilda 720 ming so'm. U tegishli tashkilotga hujjat bilan murojaat qiladi. Farzandlari boshqa joyda yashashni tasdiqlaydi. Hisob-kitob qayta ko'riladi. Bu yerda asosiy dars, ro'yxat va real yashash holatini tekshirmasangiz, har oy pul ketaveradi. 3-misol. Ko'p qavatli uyda isitish mavsumida batareyalar deyarli isimaydi. Pensionerlar norozilik bildiradi, lekin yozma ariza berishmaydi. Natijada to'lov to'liq keladi. Keyingi safar ular mahalla vakili va boshqaruv kompaniyasi bilan dalolatnoma tuzdiradi. Harorat o'lchanadi. Xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga rasmiy murojaat qilinadi. Shundan keyin qayta hisob-kitob masalasi ko'tariladi. Bu misolda dalil bo'lmasa, haqiqatni isbotlash qiyinligini ko'ramiz. Hurmatli pensionerlar, bugungi eng muhim fikr shuki, elektr, gaz, suv, issiqlik, chiqindi va boshqaruv to'lovlarini ko'r-ko'rina to'lamang. Avval tekshiring, hisoblagichni solishtiring. Imtiyoz yoki kompensatsiya huquqingizni aniqlang. Ortiqcha yozilgan summaga yozma e'tiroz bering. Agar siz imtiyozli toifaga kirsangiz yoki xizmat ko'rsatilmagan bo'lsa,
3 foizgacha qayta hisob kitob qoplash yoki kompensatsiya talab qilish imkoniyati bo'lishi mumkin. Lekin hammasi hujjat, ariza va dalil bilan amalga oshadi. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi kvitansiyada xato chiqdi? Qancha summa ortiqcha hisoblandi? Qayta hisoblatdingizmi yoki yo'qmi? Bu boshqa pensionerlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri maslahat bir oilaning oyma-oy pulini asrab qolishi mumkin.